Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Siz bilan Huriya Anvar, Samarqand asoschisi va albatta sizga bugun 22-mart sanasi bo'lganligi uchun aynan 22-sanada tug'ilgan insonlarga yuqorida reelslar tashladim. Kontentimga podpiska bo'lsangiz, uni topa olasiz va yanada ko'proq ma'lumot olasiz. Lekin hozir men sizga albatta laykni ham bosing. Bu energiya men uchun juda ham muhim. Siz nechinchi sanada tug'ilgansiz, buni ham yozib qoldirsangiz, siz haqingizda ham albatta tashlardim. Endi qarang, 22-raqam soniga ya'ni bu kod, bu energetika manfiy va musbatda keladi. Lekin men shunday maslahatlar berardim. Kichik maqsadlar bilan emas, aynan siz katta ishlarni amalga oshirish uchun kelgansiz. 22 kodi bu yaratuvchi kod hisoblanadi va bu energetika yuqori hisoblanganligi uchun bu insonlar ko'p energiya olib turib uni dunyoga taqdim etmasa qarzga botadi. Agarda bu insonlar buni to'g'ri ishlatsa nima bo'lar ekan? Davomini eshiting. Har qanday vaziyatni moddiy va ruhiy jihatdan kuchli boshqarishni o'rganing. Bu nima demoqchi? Ya'ni siz o'sha vaziyatda moddiy tomoni, masalan, ziyon va foyda yoki shu tomonni ko'rib chiqasiz, rejalashtirasiz, strategiya tuzasiz ekan, ruhiy jihatdan bu siznikimi? Ya'ni bu ko'p ruhiy insonlarga manfaatlimi yoki yo'qmi? Bitta o'zingizda o'ylashingiz bu sizni energetikangizda bloklaydi. Yoki faqatgina oilangizni o'ylasham. Siz jamiyat odamisiz. Endi qarang, katta yo'nalishlar va jamoalar bilan ishlash siz uchun qulay. Endi bu yerda e'tibor bering. Ya'ni ko'p insonlarga bu energiyani tarqatmasangiz, bu energetika sizni portlatib yuboradi. Misoli 220 kilovat bilan 220 volt bilan 3 kilovatli energetika holatini esingizga oling. Ya'ni sizga berildi kuch, lekin siz buni ishlatmasangiz, siz katta jamiyat, e'tibor bersangiz, o'ta ko'p darajatli insonlar, katta biznesmenlar va albatta prezident, rahbarlar izlaning 22 sonida tug'ilgan va siz mana shu joydan o'zingizni topasiz. Agar farzandingiz katta gapiradigan bo'lsa, siz qo'rqmang. Bunda energetika kuchli. Uni ilmini oshiring va rahbar darajasiga olib chiqing. U katta jamiyat insoni. Yana 22 sonidagilar eng asosiysi minus holatida, agarda ular kichkina odam maydalashib qolgan bo'lsa, bu insonlar holingizga voy, sizni har kuni portlatadi va o'zini ham portlatadi. Chunki ularda nihoyatda kuch ko'p bo'ladi.